Bismillahirrohmanirrohim. Tashbihdan ikkinchi dars bo'lsa, bugun kecha nimani oldik? Tashbih ta'rifini va arkonlarini oldik, ha? Keyin bi'tibor tarafayhi deb turib nimaga bo'ldik? Hissiy, aqliga bo'ldik, ha? Xo'p. Bu safar tashbihni xuddi o'sha bi'tibor tarafayhi, lekin nima ekan? Mufrad murakkab jihatidan bo'lamiz ekan. Qarang domla. Bir lafzni oddiy bir ma'noni ikkinchi ma'noga o'xshatadigan bo'lsa nima ekan bu? Mufrad bo'ladi. Ha. Endi bu safar bitta ma'noni emas, bitta ma'noni turli xil holatlari bilan birga qo'shib turib, ikkinchi lafzga o'xshatasiz. O'sha ham turli xil bo'lishi mumkin, hali hay'at bo'lishi mumkin yoki demak biz hay'at deb nomlab olamiz buni. Hay'atga o'xshatsangiz murakkab bo'ladi. Lafzni oddiy bir lafzni bir lafzga o'xshatsangiz mufrad bo'ladi. Osonmi? Xo'p, bizda 4 qismga bo'linar ekan. Mufradga, murakkabga yoki murakkabga, mufradga. Hada shay'u kal miski fi ar-ra'iha. Ya'ni biz buni ijro deb qo'yadi balog'ada. Arab tilida, nahvda i'rob deb qo'yasiz-ku. Sarfda tasrif desiz, bunda ijro deydi. Kelishdingmi? Ijro degan nima degan ekan? I'robla degan. Mana. Bu nima edi? Mushabbah. Bu-chi? Adat tashbih. Bu-chi? Vajhu shabat. Tushunarlimi? Ijro deb qo'yadi. Xo'p, isti'oroda ham honta ijro kelib chiqadi. Har doim shunaqa deb ketamiz. Al-bintu kal qamar. Ha. İcra qilinchi mushabbah kof adad tashbih nima qamar mushabbahu bihi keyin aytmadik biz hozir nimani vajhu shabah ayting fil jamal fil bayod masalan endi bo'lsa shunga o'xshagan tushunarliga buni turi nima ekan domla? Mufradga. Xo'p, endi murakkabga. Xo'p, ka'anna muthara an-naq'i fawqa ru'usina wa asyafana dedi. Laylun tahawa kawakibuhu. Ka'anna muthara an-naq'i fawqa ru'usina wa asyafana laylun tahawa kawakibuhu. Adatu tashbih. Ka'anna. Biz aytdikki mushabbah ka'annadan keyin keladi. Kafdan keyinchi mushabbahun bihi keladi. Xo'p. Adatu tashbih. Musarun naq'i mushabbah. Laylun ha, o'zi shu. Tuproqni tunga o'xshatyapti. Lekin tuproqni bitta o'zini emas-da. Shunchaki tuproqni o'zini o'xshatmoqchi emas. Chang to'zon bo'lib chiqayotgan chang bor-ku. Biz uni tuproq demaymiz, chang deymiz, ha? To'zalgan chang bor-ku. Lekin o'sha to'zalgan chang oyoqdan chiqadi, boshqa tushadi. Tushgandan keyin qop-qorong bo'lib qoladi demoqchi endi. Keyin qilich o'ynaydi, u yoqqa, bu yoqqa qilich uradi. Osmondagi yulduzlar bir chekkadan ketadimi? U yoqqa, bu yoqqa uchib ketadi-ku. Qilich ham u yoqqa, bu yoqqa bo'lib ketar ekan, go'yoki yaltiraydi-ku, quyosh nurida. Yoki o'q nimaga tekkanda bir-biriga tekkanda. O'shani aytayapti. Mana bu naqa tuproq, muthar changi. Ha? Mana buni o'zini biz g'ubor desiz ham bo'ladi. Ikkalasini sifat qilamiz. Qo'zg'algan g'ubor deyiladi. Vali mavzu sifatni bir-biriga izofa qilib qo'yishadi-da ba'zida. O'zi an-naq'ul muthar degani. An-naq'u al-muthar. Nima degani? Qo'zg'atilgan chang degani. Fawqa ru'usina. Keyin va asyafana. Ma'a ma'nosida ekan bu. Qilichlaringiz bilan birga bo'lgan holatdagi qo'zg'atilgan tuproq deyapti mana. Hay'aga o'xshatamiz deyapti. Tunga o'xshaydimi? Yo shunchaki tunga emas bu. Hali yulduzlar pastga tushib ketadigan tushadi-ku, chuv bo'lib. Ana shu yulduzga o'xshatyapti. Demak, hay'atga o'xshatsa nima ekan domla?
tashbih murakkab bi murakkab bo'ladi. Qiyinmi? Hop. فإنه شبه هيئة الغبار وفيه السيوف مضطربة. Shunchaki g'ubor emas, ha? Suyuf muttariba bo'lish kerak ichida. O'sha g'ubor, o'sha changning ichida qilichlar u yoqqa bu yoqqa o'tsa, qop-qorong'i chang bo'lib qoladi. Keyin qilich u yoqqa bu yoqqa yaltirab o'tsa nima bo'ladi? Tundagi u yoqqa bu yoqqa o'tayotgan, ha? Yulduz tunga o'xshaydi va unda nima bo'ladi? Yulduzlar u yoqqa bu yoqqa uchadi. Hay'atni hay'atga o'xshatyapti. Bi hay'atil layl. Qarang, laylni o'ziga o'xshatmayapti ekan. Laylni holatiga o'xshatyapti ekan, bir suratiga. Va fihi al-kawakib tatasaqatu fi jihat mukhtalifa. Ha? U yoqqa bu yoqqa uchar ekanda. Hop, bu bitta tur ekan. Keyingisi tashbih mufrad bi murakkab dedi. Ka tashbih ash-shaqiq bi hay'ati a'lam yaqutiyya manshura ala rimah zabarjadiyya. Domla shu yerda tepada kelgan bayt bor ekan. Agar birinchi mabhasni ochsanglar, birinchi mabhasda pastda keladi. Va ka'anna muhammar ash-shaqiqi idza tasawwaba aw tasa'ada a'lamu yaqutin nushirna ala rimahin min zabarjadi. O'zi bitta bayt hisoblanadi. Endi ka'anna adatu tashbih. Ma'nolarni aytib chiqaylik. Muhammar ash-shaqiq degan domla osmonda turadigan bir nur ekan bu. Qizg'ish nur bo'lar ekan. Tepaga qarasa ham bo'lar ekan, tasavvuba pastga qarasa, tasoada tepaga qarasa, bunday qilib qo'yadi ekan nur. Ha? Ochiladigan bir narsa ekan, bilmadim endi kamalga o'xshaydimi. Bu nur, o'sha shaqiq nurga nur bo'ldimi? Qizg'ish nur ekanda endi. Mana gulga o'xshab ochiladi deyapti-ku. Shuni aytmoqchi bo'lgan narsasi nimaga o'xshatyapti domla? Muhammar shaqiqni a'lamga o'xshatyapti, bayroqlarga. U bayroqlar qanaqa bayroq edi? Yaqutni bayroqlari edi. Yaqut qanaqa edi? Ahmar bo'lish kerak edi. Demak, haligi ahmar nimani, nurni ahmar nimaga o'xshatyapti? Yaqutga o'xshatyapti. Bayrog'iga-da, shuni bayrog'iga. Lekin u qayerda turadi endi bu? Zabarjad ustida turadigan nima ekan? Yoqut ekan. A'lam. Demak shu o'zi aytmoqchi bo'lgan narsasi. Demak bu yerda tashbihu shaqiq bi hay'ati a'lamin yaqutiyya manshura ala rimah zabarjadiyya dedi. Bunda shaqiqni o'zini o'xshatyapti bunga. Shaqiq qizil ekan endi. Shaqiqni o'zini bir ko'rinishdagi mana bu haligi ko'k deymizmi? Zangorimi? Zangori nimani? Yaqutni ustida turgan qizil yaqut bayroqlarga o'xshaydi ekan, deyapti. Mana hay'atiga o'xshatyapti. Demak, shaqiqni o'zini nimaga o'xshatdi? Bir hay'atga o'xshatdi. Demak, tashbihu mufrad bi murakkab bo'ldi. Mufradda shaqiqni o'zi mufrad bo'ldi, bu murakkab. Endi teskarisi, murakkabni mufradga o'xshatamiz. Bu yerda agharru ablaju la ta'tammu al-hudatu bihi ka'annahu 'alamun fi ra'sihi naru deyapti-ku. Ka'annahu adatu tashbih ka'anna. Hu mushabbah. Kimdirdi? O'sha odam, aytayotgan, maqtayotgan odam. 'Alamun fi ra'sihi naru. Bu hay'at bo'lyapti. Ha? Bu murakkab bo'ldi. Tepadagi misol ekan, bu boshqa misol bo'ldi. Nimadagi? Ka'anna adatu tashbih hu mushabbah naw qanaqa bo'ldi? Mufrad bo'ldi. Alamun fi ra'sihi naru murakkab bo'ldi. U odam shunday ediki, mana aytayapti u. Agharru, ya'ni rosa nima deydi? Rosa yaxshi odam demoqchida. La ta'tamul hudatu bihi, ya'ni hamma unga ergashadi deyapti. Ya'ni katta buyuk shaxslar ham unga ergashadi. Go'yoki u deyapti. U shunday odamiki bayroq bu. Fi ra'sihi naru. Boshida nima bor?
haligi olov bor degan fi ra'sihi nar degan bunday nima deydi? Urushlarda yoki boshqalarda bunday bayroqni ko'tarib chiqsa, hamma orqasidan ketadi-ku, hamma odamlar bunga qarab ergashadi demoqchi ekan. Lekin shunchaki alam emas bu. Shunchaki alam emas. Ustida ya'ni nuri ham bor bo'lgan alam. Bayroq desigan bo'ladi yoki bitta katta alomat desigan bo'ladi, hamma ergashadigan. Demak, bu shunday alamiki, uni ustida yana o'tam bor. O'sha holatdagi odamga o'xshatyapti demak annahu. Bu yerda demak tashbihu mufrad bi murakkab bo'ldi. Endi tashbih murakkab bi mufrad. La ta'jabu min khalihi fi khaddihi kullu ash-shaqiq bi nuqtatin sawda. Sawda'i yoki sawda'a. Xo'p, shu yerda ajablanmanglar uni xoddidagi xolidan deyapti. Bu nima bo'ldi domla? Mushabbahmi? Biz aytdikki, murakkabni mufradga o'xshatamiz. O'sha yerdagi xoddidagi xolidan deyapti. Demak, bir joyda hay'atidagi, shu holatidagi holdan. Kullu shaqiqi bi nuqtatin sawda. Nimaga o'xshatyapti? U shaqiqqa o'xshaydi deyapti. Shaqiqqa o'xshaydi. Qop-qora nima edi? Mana qarang. Qip-qizil narsaga qop-qora narsa tushib qolsa nima bo'ladi? Xoddi go'yoki yanog'i qip-qizil ekanda, yanog'idagi hol bor ekan. Oddiy hol emas bu. Yanog'idagi holi, ya'ni bitta holatga, hay'atga o'xshatyapti. Shu hay'atidagi holi deyapti. Bu shaqiqga nuqta savdo tushib qolganga o'xshaydi. Demak, shaqiqga o'xshaydi demoqchi ekan. Demak, bu yerda tashbihni murakkab mana mushabbahun bihi mufrad bo'ldi. Yoki al-ma'ul malihu kas-summi. Mana asarroqqa qaytaylik. Ma'ul malih nima edi? Sho'r suv. Oddiy suv emas mana. Murakkabmi? Murakkab bo'lyapti-da. Yoki shunchaki suvni o'zini o'xshatmayapmiz. Sho'r suv zaharga o'xshaydi deyapmiz. Mushabbah, mushabbahun bihi adatut tashbih. Vajhu shabah yo'q ekan. Bunda ham yo'q. Adatut tashbih yo'q ekan. Demak, kullu shaqiqi bu go'yoki xoli min xolihi fi xaddihi mushabbah. Bu mushabbahun bihi bo'ldi. Demak, mushabbah bu yerda murakkab, mushabbahun bihi mufrad bo'ldi. To'rala qismini oldikmi? Xuddi shu gap domlalar. Boshqacha tarafdan ham o'zgaradi. Endi qarang, mushabbah, 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 oxirida mushabbahun bihi keltirsangiz bo'ladi. Mushabbah, mushabbah, mushabbah deb turib oxirida mushabbahun bihi keltirasiz. Osonmi? Bitta mushabbah hisobida mushabbah bihi kelish shart emasmi? Bu endi bitta tur ekan bu. Malfuf deb qo'yar ekan. Ya'ni hammasiga bitta mushabbahun bihi keltirib qo'yasiz. Qarang, mana aytamiz. Palonchi, palonchi, palonchi deb turib pistonchiga o'xshaydi deb qo'yiladi. Demak, hammasi mushabbah, bitta mushabbahun bihi keldi. Yoki teskarisi. Teskarisi deganda qanaqa? Mushabbah keltirasiz, mushabbah bihi keltirasiz, ish tugadi. Yana mushabbah, yana mushabbahun bihi, yana mushabbah, mushabbahun bihi. Ko'proq keltirasiz ekan. Bitta jumlangizda mushabbah, mushabbahun bihi komplet. Mushabbah, mushabbahun bihi komplet keltirasiz, nima bo'ladi? Buni mafruq deb qo'yar ekan. Voy, teskarisi deganda teskarisi emas ekan bu. Yo'q. Mushabbahni keltirasiz va mushabbahun bihi keltirasiz. Yana mushabbah keltirasiz, yana mushabbahun bihi keltirasiz. كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. كأن أداة التشبيه. قلوب الطير قلوب الطير مشبه مشبه قانا مشبه به. Ma'nosini aytib olaylik, bo'lmasam. Qushlarni qalblari bor deyapti. Qulubat toyri deyapti. Mushabbahmi? Rutobi, ya'ni toris deb, ya'ni yangisi nimaga o'xshayapti? Onnabga o'xshayapti. Mana
Mushabbah qulubat toyr rutab holatidagisi onnabga o'xshayapti. Ya'ni shirin mevaga, so'lmagan mevaga. Lekin qulubat toyr yabisini hashafil baliga o'xshatyapti ekan. Eskisi aniqa, ha? Demak, fa innahu shabbaha ar-rataba at-tariyya min qulubi at-tayr. Demak, qulubi at-tayr rutab nima ekan? Onnab. Qulubi at-tayr yabisi hashaful bali ekan. Go'yoki endi bu kishini nazarda ko'p tutorganidan, shunaqa nima qilmay qo'yibdi deyapti. Lada wakriha degani inidaga deyapti. Inida bo'lmasa deyapti. Bo'lmasa o'sha qushlarning qalblari rutab holatidagisa onnab, yabis holatidagisa hashaful bali ekan. Demak, adatu tashbih, mushabbah lekin qulubut toyr mana bunisi o'zi. Qulubut toyr rutaban bor-ku. Mana bunisi. Mushabbah, onnab mushabbahun bihi. Mushabbah hashaful bali mushabbahun bihi. Demak, bu yerda qarasangiz mushabbahatayn birinchi keltiryapti. Ya'ni mushabbahni birinchi keltirib olyapti mana. Mushabbah. Ketma-ket kelish kerak edi-ku. Mushabbahni keltirib oxirdan keyin mushabbahun bihi keltiryapti. Osonmi? Demak, bu yerda mushabbahni birinchi keltirib keyin mushabbah bihini keltirasiz ekan. Qarang, har biriga bittadan kelyapti bu safar. Bu boshqa qism. Demak, mushabbah oxirida mushabbahun bihini har bir tartib bilan keltirasiz. Buniki, ha? Hop, endi ikkinchisi domla. An-nashru miskun wal wujuhu dananiru wa atraful akuffi anamu deyapti. Dananiru ikkinchi baytga o'xshab qopti, ha? Ya'ni ikkinchi baytni boshiga tushib qolgan. Dana deb to'xtatdi bayt. Niru ikkinchi bayt nimasiga tushib qolgan. Bitta so'zmi? Bit dananirda, jam dananir. An-nashru deb turib ayol kishilarni aytar ekanda, qiz bolalarni aytar ekan. An-nashru miskun. Ana. Mushabbahun bihi. U ayollar miskka o'xshaydi deyapti. Ha? Qanaqa? Kalmiski, ha. An-nashru kalmiski demoqchi ekan. Ya'ni ularda shunaqa darajada ulardan tarqaydigan hid miskdan tarqaydigan hidga o'xshaydi ekan. An-nashru kalmiski. Wal wujuh bo'lsa-chi yuzlari dinarga o'xshaydi, dananir. Yum-yumaloq deyoqchi ekanda. Atroful akuffichi. Akuffu nima edi? Qo'llar atroflari, ha? Qo'llari demoqchi ekanda. Qo'llari mana nimalari? Anamun deb qo'yibdi. Ya'ni yumshoq shoxchalar bor ekanda, daraxtning yumshoq shoxchalari. Ana shu daraxtni yumshoq shoxchalarga o'xshatyapti ekan, anamun desa. Nima ekan domla? Yumshoq shoxchalar. Shoxchalarga o'xshaydi ekan. Atroful akuffi, o'sha ayollarning o'sha atroflari, naqa qo'llarining atroflari shunaqa yumshoq ekanda, anamga o'xshaydi ekan. Deyapti endi. Yoqimli bo'lish kerak endi. O'zingiz sola olasiz xohlagan daraxt. Bu yerda maqtamoqchi-da endi nima qilib. Demak, bu yerda nechta tashbih bo'lyapti? 3 ta tashbih bo'lyapti. Birinchi, nashrni miskka o'xshatyapti. Vujuhlarni bo'lsa dinarlarga o'xshatyapti. Asobi'larni qo'llardagi ana atroful akuffu mana kaf mana bu bo'lsa kaf akuffu nimalar, to'g'rimi? Atroflari shularda endi. Ya'ni bashmoldog'lari yoki barmoqlari demoqchi ekan. Nimaga o'xshatyapti ekan? Qo'llari demoqchi-da qisqasi. Muloyim ekanda endi. Hop, demak bu yerda navbat bilan kelyapti. Navbat bilan o'zi juftli bo'lib keladi. Juft bo'lib. Bundachi mushabbahlarni bir qator keltirib, oxirida mushabbahu bihi keltiryapti. Hop. Endi domla shu yerda yana bir nimasini bilib qo'yaylik. Mushabbahni o'zi ko'pgina bo'lib ketdi. Hali aytuvdiki boshida ko'pgina bo'ldi-da, mushabbahu bihi bitta keldi. Nima qilamiz? Buni nomi nima bo'ladi desa, tasviya deb qo'yar ekan. Tasviya deydi ekan.
Ana bunisini kitobdan o'qiylik. Sudg'ul habibi va hali. Kilahuma kallayali. Sudg'ul habibi. Ya'ni sudg'u deb turib, mana buni aytar ekan. Mana bu joyda aytar ekan. Ha? Lekin bu joyga nima tushadi? Yo, anaqa soch tushar ekan, soch tushar ekan deb anaqa joyga osilib qoladi-ku. Zulf deydimi? Ha, mashallah. Sudg'ul habibi va hali. O'sha meni holatim bilan deyapti. Nimani? O'sha sudg'i, o'sha zulfi, habibimning zulfi deyapti. Kilahuma ikkalasi ham deyapti. Tunga o'xshaydi, hech bir-biriga ko'risha olmaydi. Qorong'ilikda demoqchi ekan endi. Ya'ni suduq qop-qorong'imi? Suduq qora bo'ladimi deb tushayotgan soch, qora soch bo'ladi endi. Meni holatim ham xuddi shu ikkalasi ham o'xshaydi. Nimaga o'xshaydi? Tunga o'xshaydi, deyapti. To'g'ri, soch qora bo'ladi, lekin o'zini holati niyam qora deyapti-da. Mening hech omadim yo'q demoqchi ekanda. Shu yerda bizga kerak bo'lgan narsa sudg'ul habib mushabbah. Ha, baxti qora ekan. Hali mushabbah. Qani mushabbah bihi? Kallayali. Bo'ldimi? Ikkita mushabbah, bitta mushabbahun bihi. Nima deyir ekan nomi? Tasviya deb qo'yilar ekan. Endi teskarisi bo'lsa-chi, mushabbahun bihi ko'pgina bo'lib, mushabbah bitta bo'lsa-chi, unda tashbihul jam' deylar ekan. Bunda demak mushabbahun bihi ko'pgina bo'ladi. O'qingchi domla? Ka'annama yabsimu an lu'lu'in munaddadin aw baradin aw aqah. Hop, ka'annama yabsimu tabassumdan, ha? Tabassum nima bo'ladi domla? Eng chiroyli ko'rish. Bizda tirjayma deb qo'yasiz, yo'qmasa. Chiroyli bo'lsa tabassum qildi deb qo'yiladi. Anmid degan odam bor ekanda, endi o'z tepada o'sha haqida gap ketyapti ekan. U odam na'imul badan deb qo'yibdi. Haligi endi nima deydi? Muloyim odam ekanda. An lu'lu degani lu'lu nima edi? O'zimiz bilgan gavhar. Munaddodchi terilgan degan, munazzam degan ekan. Barodchi barod. Ha? Ha, endi bu yerda tepadan tushayotgan nima? Yomg'ir nuqtalari. Aqohchi, aqoh. Bu ham aqoh deb turib bir nur ekanda domla. Bark ekan, bunday ochiladigan ekan. Ha? Bark ochiladigan bor-ku aqoh. Shunga ham aytilar ekan. Bu nurga aytilmoqchi ekan bu yerda. Bunday qilib nurga o'xshab ochilar ekanda. Xo'p, shu yerda domla ka'annama yabsimu deb qo'yapti. Endi o'sha maqtayotgan odamini o'sha tishlarini maqtamoqchi ekan bitta odam tushgan payt. Ha. U kulsa deyapti. Ka'annama go'yoki u kulganda nima bo'ladi? Yabsimu. Kuladi, ne chiqadi? Nimadan? Qarang. Tishini o'xshatyapti birinchisi. Lu'lu'ga o'xshatyapti. Gavharga o'xshatyapti. Qaysi jihatidan? Terilganligi. Tiniq. Biz ham aytamizku, gavhar kabi tiniq ekan tishlar deb. Bizda nima deydi? Marjon deb qo'yadi. Tishlarni marjon kabi tish deb mana bor ekan. Keyingisichi birinchi tashbih shu bo'ldi. Lu'lu' bo'ldi. Keyin munaddod nima edi? Terilgan edi. Xo'p, wal baradchi. Haligi aytdikki, tepadan tushayotgan, a? Habbun nazir minas sahab ma'al matar. Tepadan tushadigan nima ekan bu? Yomg'ir bilan tushadi nima edi? Haligi nima? Do'l oppoq bo'ladi demoqchi ekan. U ham yiltiraydi ekan. Unga o'xshatar ekan. Aqohchi
de ochilganda nur ochiladi-ku. Go'yo kimdek qilsa haligi bizda ham haligi nima deydi? Tishni nima qiladiganlarda pastalarda reklamani chiqarib qo'yadi-ku. Tishni bunday qilib bitta yiltirab bir yulduz chiqib turganga o'xshab qoladi. Bu ham xuddi shunaqa demoqchi ekan. Ya'ni bitta o'zi tishini 3 ta narsaga o'xshatyapti. Gavharga, terilgan gavhar, munaddot. Barodga, do'lga, yana aqoh. Aqoh nima edi? Bunday yaltirimday nur bo'lib chiqib turadi-ku, bunday ota yulduz chiqayotganga o'xshab. Demak, 3 ta narsaga o'xshatyapti ekan domla shu yerda. Demak, ka'annama kulsa indasi. Yabsimu kulada an lu'lu'in munaddot. Aw barad aw aqah deyapti. Osonmi domla? Nimaga o'xshatyapti bu yerda? Tishni 3 ta narsaga o'xshatyapti. O'sha tishi bitta bo'ldi, mushabbah. Kallu'lu kulgan paytida lu'luga o'xshaydi. Ikkita bo'ldi. Mushabbahun bihi bitta bo'ldi. Lu'lu munaddot sifat bo'ldi. Baradin ikkita, aqah 3 ta bo'ldi. Demak, buni nima deymiz ekan? Tashbih al-jam' deylar ekan. Osonmi? Domla endi bi'tibari vajhi shabahga keldik. Bu oson domla. Endi vajhu shabah ham domla mufrad emas endi. Fil jamal mufrad edi. Fi shuja' mufrad edi. Endi mufrad emas, hay'atdan olinadi vajhu shabah. Shuni o'zi aytayapti. Ma ila tamsil va g'ayr tamsil. Tamsil deb nimaga aytilar ekan? Ma kana wajhuhu, ya'ni wajhu shabah muntaza'an, ya'ni sug'urib olingan bo'ladi, to'plab olingan bo'ladi. Min mutaaddid. Bitta lafzdan emas, bir necha lafzlardan olingan bo'lar ekan. Ka tashbihi suraya bi unqudil unnab al munawwar. Pastda sharhda kelibdi. Wa qad laha fi as-subhi suraya. Ertalabda ko'rindi suraya. Kama tara. Ko'rganingdek debdi, ko'rinadigandek. Har doim ko'rasan-ku deb. Ka'unqudin mulahiyatin hina nawwara. Laha degani demak zahara degani ekan. Subhdan murod nima ekan? Ertalabkaligi, erta tong bo'ladi-ku, o'sha ekan. Surayyadan murod sarawiydi nima ekan? Tasg'iri. Bu yerda haligi ayol kishiga o'xshatyapti ekan. Endi Surayyadi. Chiroyli, hamma unga oshiq bo'ladi-ku, shunaqa ayolga o'xshatyapti ekan. Xo'p. Mulahiyachi, mullahiya debdi, mullahiya. Bu mullahiya deb domla oq uzumga aytilar ekan. Oq uzum, uzunlar bor-ku. Mullahiya deb qo'yar ekan. Xo'p. Ka'unqudi mullahiyatin dedi. Unqud hina nawwara. Hina nawwara, ya'ni ochilgan paytida deyapti. Xo'p, shu yerda surayya mushabbah bo'ldimi? Mushabbahun bihichi aynab. Ha, uzumga o'xshatyapti ekan. وقد لاحت في الصبح كما ترى. Shu yerda vajhu shabah qana desa qarang. Uzr, endi mana shunisi boshqadan aytaylik. Bu yerda domla uzum bo'ladi-ku, uzum. Haliga bitta bog' ichida ko'pgina uzum bo'ladi-ku. Surayada atrofida-chi? Surayada atrofida nima bo'ladi? On tepadagi yulduz, atrofida ko'pgina yulduzlar bo'ladi. O'sha ko'pgina yulduzlarga o'xshatyapti ekan mana buni. O'zi nima deydi? Biz nima deydi? Mana bu bitta to'p nima? Ana shundaki. Bir shingil uzumni nimaga o'xshatyapti? Surayya nimaga? Bitta ichida bo'lsa, ko'pgina atroflarda yig'ilib qoladi-ku, xuddi shunga o'xshatyapti ekan. Shunda
لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا. Demek bu qismda yani endi vajhu shabah e'tibor bilan. Vajhu shabah e'tibor bilan demak nimaga bo'lindi? Tamsil va g'ayr tamsilga. Tamsil nima degani ekan? Vajhu shabahimiz endi hay'a bo'ladi. Bunda mushabbah bihi hay'a bo'layotdi. Endi vajhu shabah o'zi ham hay'a bo'lar ekan. Demak, ma kana wajhuhu muntaza'an min mutaaddid. Mutaaddiddan olinar ekan. Ka tashbihi thuraya bi unqudil aynabil munawwar. Ya'ni suraya tepada osmondagi surayani nimaga o'xshatyapti domla? Bir shingil uzumga o'xshatyapti. Uzumda bittasida atrofida hammasi o'rab oladi-ku, to'g'rimi? Xuddi shunaqa surayada ham hammasi o'rab olgan deyapti. Endi surayada bitta holatini surayada o'zini o'xshatmayapti-da lekin. Vajhu shabah nima? Qaysi jihatidan surayyo aynabga o'xshaydi? Qaysi jihatidan? To'planish jihatidan. Bitta shaklda emas ekan bu haliga bitta bir nechta xil holatlardan. O'shanda mana endi qarang. Laha degani bada'a degani. وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نور. لاح بدأ. to'g'rimi? Xo'p. في الصبح desa qaysi ekan? Erta tongdagisi. Daw'us sabah, fi sawadilal kech payt ko'rinadi-ku. Xo'p, unqud nima ekan? Unqud domla shingil uzum. Mullahiyachi. Mullahiya nima ekan? Uzun oq uzum bor-ku. Uzun uzumlar. Shunga aytilar ekan. Hayna nawara ya'ni nur chiqqan paytida o'shani. Xo'p, mushabbah qani? Surayya. Mushabbahun bihi unqud. Qani wajhu shabah? Surayyo bilan حين نور. Qarang. Qaysi jihatidan surayyo uzumga o'xshaydi? Nur berish jihatdan o'xshaydi. atrofida To'planish. Qaysi jihat? Atrofidagi yulduzlar o'rab olar ekan surayyoda. Xuddi shunaqa nimaga o'xshaydi? Mana bu aynab bor-ku, uzun aynab bor, atrofiga o'rab olishadi. O'ta yopishib yormaydi, o'ta tarqab ketmaydi. Demak, qaysi jihatidan o'xshaydi ekan surayyo nimaga? Uzumga desa, mana bu bir top uzumga. Qaysi jihatidan o'xshaydi ekan? Bir yo'li qo'yib uzoq-uzoqda paydo bo'lmaydi, bir yo'li yana yaqinlashib ham qolmaydi ekan. Ana shu suratda ekan. Hop, g'ayru tamsil oson bo'ladi endi. Ma laysa kazalika degani an-najmu bid-dirham. Najm bid-dirham nima bo'ldi? Masalan, an-najmu kad-dirham dedingiz. Yulduz dirhamga o'xshaydi. Qaysi jihatidan? Yumaloq jihatidan. Masalan-da. Osonda bu narsa o'xshatish. Mana nima bor-ku, fil istidara deysiz. Vajhu shabah fil istidara. Bu g'ayru tamsil. Nimaga? Chunki vajhu shabahimiz mufrad. Tepadagisida vajhu shabah murakkab bo'ladi. Domla endi buni bu yoqqa bir narsani aytib qo'yaylik. Vajhu shabah zikr qilinsa nima deyiladi? Vajhu shabah zikr qilinsa. Mufassal deyilar ekan domla. Mufassal nima degan ekan? Vajhu shabah zikr qilindi degan ekan. Hammasi batafsil keldi. To'laligicha. To'laligicha vajhu shabah zikr qilinsa bo'ldi, mufassal deysiz. Vajhu shabah zikr qilinsa mufassal. Wa thaghruhu fi safa'in wa admu'i kalla'ali. Sag'ur deb nimaga aytiladi? Og'zi aytyapti, Bundan murod tishlari. Tishlari deyapti. Fi safa'in. Safa nima edi? Oppoqligida-da. Wa admu'i kalla'ali. Qani mushabbah? Uning sag'ri.
Uning tishlari kalla ali. Tushunarlimi domla? Lu'lu'ga o'xshaydi. Ha, lu'lu'da kalla ali jami. Sagruhu kalla ali. Mushabbah mushabbahun bihi. Hop. Qani wajhu shabah? Fi safa'in. Qaysi jihatidan o'xshaydi buni tishi? Gavharga esa oqligi, pokizaligi jihatidan, yaltirab turishligi jihatidan. Hop, o'rtada yana admu'i deb atf qilib o'zini ham nimasini qo'shib qo'yadi. Ko'z yoshlarim deydi. Ko'z yoshlarim ham nimaga o'xshaydi? Endi bu yerda maqtab qo'yapti ekan, masalan. Ya, bular endi mana balog'at o'qigandan keyin endi mashq qilish imkoniyatingiz bo'lsa mashq qilib qo'ying-da. Faqat i'roblarini o'zgartirib qo'yar, anaqasini, zamirlarni o'zgartirib, sag'ruha demasdan endi sag'ruki deb qo'yaverasiz. Orqadan yig'layotgan bo'lsa sag'ruha deysiz. Va admu'i kallali. Endi uning uchun yig'lash ham kerak. Ya, bu bo'lmaydi. Ha, amal qilish kerak bo'lgan narsalarda. Hop, demak, vajhu shabah zikr qilinsa mufassal deyiladi. Tashbih mufassal nima degan ekan? Vajhu shabah zikr qilingan. Domla tepadagi ishlarimizga aloqasi yo'q o'zi bu. Faqat bu tarafda nima deb nomlaysan? Ha, bo'ldi. Agar zikr qilinmasa, ana endi keladi. Va thani mujmal deyilar ekan. Ma laysa kazalika, zikr qilinmayotgan buni. An-nahwu fil kalam kal milhi fi at-ta'am. Qaysi jihatidan? Vajhu shabah qani? Ma'no jihatdan nima deymiz? Ta'm jihatdan. Ha, xuddi shunaqa. Ha, mashalloh. Balog'atchi, aqlli odamlar bilan dars o'qisa odam anaqa bo'lib ketadi. Xo'p, qaysi jihatidan o'xshaydi? An-nahwu fil kalam kal milhi fi at-ta'am. Desa, vajhu shabah bu yerda siz aytganingizdek tam beradi, ma'noni beradi. To'g'ri, ma'no bo'lmaydi unda ham. Shu yerda buni as-salah deb qo'yib berdi. Salahu bil a'mal wal fasadu bil ihmal. Mana shu jihatidan ekan. Vajhu shabah hazf qilingan ekan domla. O'zi chiqarib olarasiz keyin u yo'q. Endi adati zikr qilingan bo'lsa-chi domla? Yoki hazf qilingan bo'lsa-chi, adatu tashbih hazf qilinsa nima deyiladi? Adatu tashbih hazf qilinsa muakkad deyilar ekan. Muakkad nima ekan domla? Adatu tashbih hazf qilingan bo'ladi. Muakkad deyiladi. Ha. Bahrun fil judi dediz. Huwa mushabbah. Bahrun mushabbahun bihi. Fil judi wajhu shabah. Nomi nima ekan domla? Muakkad. Mursal ham bor ekan domla. Zikr qilinsa adatu tashbih mursal deyilar ekan. Huwa kal bahri karaman. Huwa mushabbah. Kal bahri mushabbahun bihi. Karaman wajhu shabah. Qana adatu tashbih kaf. Demak buni nima deymiz? Mursal deyiladi. Xo'p, oxirgisi muakkad yana bir turlari bor ekan. Mushabbahun bihi, mushabbahga izofa qilinsa ham nima bo'lar ekan domla? Muakkad deyilar ekan. Chunki unda ham baribir zikr qilinmaydi adatu tashbih. والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. ريح تعبث degan o'ynaydi deyapti. Talabu degan ekan. G'usunchi shoxchalar, ha? Ya'ni u yoqqa bu yoqqa qimirlatar ekanda. Jaro degani zahara degan ekan. Vaqar jaro degani vaholanki degan ekan. Demak, shaboda shoxchalarni o'ynatadi. Vaholanki zohir bo'ldi deyapti. Zohir bo'lgan paytida hop, jaro zahabul asili.
zahabul asil degani nima degan ekan? Zahab deb turib. Sufra demoqchi ekan o'zi. Sariqligi demoqchi ekan. Allati kazzahab. Asil o'zi asil deb turib vaqtga aytar ekan. Ya'ni qachon shabada kelibdi? Asr vaqtida. Ala lujaynil ma'i. Lujayn nima degan domla? Lujayn kumush degan ekan. Xo'p. Endi lujaynil ma'i deyapti-yu. Suvni nimaga o'xshatamiz biz? Doim to'g'rimi? Nimani? Oltinni-chi? Qachon oltinga nimani o'xshatamiz oltinni? Sariq rang narsalarga oltinga o'xshatib qo'yamiz-ku, ha? Oltin kabi yaltiraydi degani. Kumush kabi nima ekan domla suvda o'xshatilar ekan. Al-ma'u kal fiddati demoqchi ekan. Lekin izofa qilib qo'yibdi mana. Fiddadan murod lujayn bo'ldi. Xo'p, qaysi jihatidan o'xshaydi domla? Kumushga. Ha, oppoqligi jihatidan va pokizaligi jihatidan o'xshatilar ekan. Shu yerda domla adatu tashbih qana. Endi qarangda, mana bu tepani o'chirib olaylik, bizga al-ma'u kal lujayn. Bunday qilib yozilishi kerak domla o'zi. Al-ma'u kal lujayn. Mushabbah mushabbahun bihi adatu tashbih. Biz nima deyapmiz? Ala lujaynil ma'i. Lujayn al-ma' deb qo'yilar ekan. Ma'nosi suvning kumushi bo'ladi. Suvning kumushiga deyapti. Aslida suv kumushga o'xshaydi demoqchi ekan. Shuni teskari qilib izofa qilib qo'yishar ekan. Bunda ham muakkad deyilar ekan, chunki adatu tashbih zikr qilinmaydi ekan. Shu bilan domlalar aqsamut tashbihni o'rgandik. Xulosa qilib aytib qo'yaylik endi. Bi'atibari tarafayhida 4 qismga bo'lindi. Mufradan, murakkaban, muxtalifan. Osonmi? Mufradan, murakkaban, muxtalifan. Bu nima bo'ldi domla? Mushabbah mushabbahun bihi de mufradmi, murakkabmi e'tibor bilan bo'ldi. Endi mushabbah ko'pgina kelib mushabbahun bihi bitta kelib qoladigan bo'lsa, degan holatlarda malfuf dedik. Nima degan ekan? Mushabbahni o'zini terib olasiz, keyin orqasidan mushabbahu bihilar terib qo'yasiz. Ya'ni masalan ruchkalarni terasizda bu tarafdan keyin qopoqlarni terib qo'yasiz ekan. Mafruq deganichi oddiy holatda. Har birini komplekt mushabbah mushabbahun bihi esa mushabbah mushabbahun bihi keltirasiz. Xo'p, keyin tasviya deganini oldik domla. Tasviya degani mushabbah ko'pgina bo'ladi, bitta mushabbahun bihi keladi. Keyin jam degan oldik. Jam nima ekan? Teskarisi. Ya'ni bitta mushabbahun bihi esa ko'pgina bo'ladi. Endi xuddi o'sha tashbihimiz vajhu shabah e'tibori bilan. Vajhu shabah murakkab bo'lsa nima bo'lar ekan? Tamsil bo'ladi. Mufrad bo'lsa g'oyri tamsil bo'ladi. Xuddi shuni o'zi bilan mushabbahni o'zi, ya'ni vajhu shabah zikr qilinsa nima bo'ladi? Mufassal bo'ladi. Zikr qilinsa mufassal. Zikr qilinmasa mujmal bo'lar ekan. Xo'p, endi adat zikr qilinsa nima bo'ladi? Zikr qilinsa mursal bo'ladi. Zikr qilinmasa muakkad bo'ladi. Izofa qilinib qo'ysa-chi mushabbah mushabbahun bihiga. U ham muakkad bo'laverar ekan. Hada va sallallohu vasallam ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.